Xo'p, do'stlar, ko'rib turganlaringlardek xalq mana shu joyda Sardor aka, oxirgi payt umuman aka mashinalar bosa-bos ketyapti, to'g'rimi aka? Shunaqa. Mana o'zi ko'rib turibsiz, xalqimiz ham kelib, salonimizda kelib ko'rib, tanishib, mashinalarni xarid qilib ketishyapti. M7'miz. Xo'p, so'raganlar uchun do'stlar, minivan, ya'niki o'sha mikroavtobus xohlaganlarga M7 avtomashinasi. Aka, bitta ma'lumotini bering endi bu toychoqda. Xo'p, aytganingizdek, bu Shinra M7 9 kishilik, 11 kishiligi bo'ladi. Hozir bu 11 kishiligi. Hop. Mikroavtobusimiz, motorimiz 1.5, 115 ot kuchi bor. Aha. ABS tormozi bor, konditsionerlari bor, salonlari to'laqonli koja bo'ladi, ya'ni charm o'rindiq bo'ladi. Konditsionerlari bor, deflektorlari ham alohida bo'ladi, ya'ni markazdan qo'shish shart emas. Orqa kabinanikini, orqa salonnikini orqani o'zidan qo'shsangiz bo'ladi. Hop. Plyus tarafi yonida qo'shimcha mana bunaqa oynalari bor, forchkalari. Ko'p mikroavtobuslarda bo'lmaydi bu narsa. Orqalarida mana o'zini zavodskiy datchiklari, parktroniklari signal beradi. Kamerasi ham bor. Zavodskiy o'zida hammasi komplekt. Yana plyus tarafi, aynan mikroavtobuslarga bo'yicha qaraydigan bo'lsak, ikki tarafdan chiqib tushishligi. Xohlasangiz bu yoqdan ochib tushasiz, xohlasangiz narigi tarafdan ochib tushasiz. Jana bu. Eshigi bor ekan. Ikkala tarafda ham eshigi bor, ushlagichlari bor. Aytganimdek, mana alohida o'zidan boshqarsangiz bo'ladi. Mana akalar ko'rishlar mumkin. Behijolat. 11 kishilik bo'lsa bu Sardor aka, pravani qaysi kategoriyasida haydaymiz endi aka buni? Bularga D toifadagi kategoriya kerak bo'ladi. Prava. Chunki 11 kishilik, mana ko'rib turganingizdek, bu qo'shimcha ikkita o'rindig'i. Hop. Sanasam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 bitta. Shopir bilan 10 bitta bo'ladi. Bunga D kategoriya kerak bo'ladi. Agar yo'q, menda D kategoriya yo'q, men B haydayman, B ham bor deydigan bo'lsa, hammasi bir xil bo'ladi, faqat mana shu ikkita o'rindig'i, yonidagi ikkita qo'shimcha o'rindig'i bo'lmaydi. Qolgan hamma qulayliklari, parametrlari bir xil bo'ladi. Ushlagichlarigacha bor. Bu yoqda bemalol chiqib, tushib, yo'lovchi tashishga ham, liniyaga kecha bitta opamiz olib ketdi, liniyaga deb, tijorat maqsadida deb olib ketishdi misol. Har kim har xil biznes bo'lib, xudo xolasa xalqimizga xizmat qilib kelyapti. Oldi qismi ham juda ham keng ishlangan, oldingi mikroavtobuslarga nisbatan monitorlari sensorli bo'lgan, konditsionerlari bor. Rullari ham elektrousilitel, juda ham yumshoq. Bitta barmoqda boshqarasiz. Qadrdonlar anchagina keng, baland, sidyenlari ham kojinli. Aka, rullari ham qanaqa? Usulinniy. Usulinniy qilingan shunaqa. Usulinniy do'stlar, yumshoqini bitta qo'lda boshqarib olasiz. 160 maksimal tezlik bilan haydasizlar. Mana bemalol Gap yo'q. o'tirib ketaverasiz. Uzoq yo'lga ham nimada? Uncha-munchaga tegib qolmaydi. Oldingiz bu hali orqagacha kelmagan bu hali. Hop. Tepa qismingiz ham ancha baland. Sakragan taqdirda ham tegib qolmaydi boshingiz. Ancha keng. Xohlasangiz mana bu suyanchiqni yana yotqizsangiz bo'ladi mana. Yana yotqizib, ikki kishi bo'lsa, yotib, maza qilib ketaverasiz. Gap yo'q aka. Damni olib ketaverasiz. Yerdan Ko'p joylarda bu beli uncha-munchaga bo'lmaydi, regulirovka qilib bo'lmaydi. Bunda bemalol boshqarib ketaverasiz. Maza qilib. Tepada bo'lsa maxsus filtrlari ham bor ekan. Shunaqa, misol mana oynasini ham ochib beraman. Oynasi ham to'liq ochiladi. Yarim emas mana. Maza qilib, yozgi kunda, shamolda, haqiqiy tabiatni ko'rib ketaverasiz. Orqasida forchkasi ham bor ekan do'stlar. Shunaqa, forchkasi ham bor orqada. Ichkaridan ochiladigan do'stlarni bitta polni tonirovka qilsalar ham bo'ladi. Xo'p, orqa tomonlari akalar, resor ketaverasiz. Orqalari resor. Resorlari bor, oldi prujina. Mana bu yoqda hattoki karmancha ham qo'yib ketgan ekan mana qarang. Nimadir odamni misol telefon qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Deyilgan. Mana, telefon ketar ekan mana bemalol. Qo'shimcha bu narsalar bitta o'ralashtirmasin desangiz, qo'shimcha cho'ntag ham qilingan. Poliklari ham o'zida aytaylik, zavodskiy bo'lib chiqqan. Yerdan muammo bo'lmaydi o'zingizga mana. O'zidan zavod chiqqan mana, ulanib ketgan. Xohlasangiz endi mabodo yuk chiqib qolsa, mana shuni ko'tarasiz. Ko'tarib turib mana. Oldiga yotqizasiz, sidinaga yotqizib turib, yukni bosib ketaverasiz. Tamom. Shunaqa.
Xullas. O'zimizni servis bor deyapsiz. Ertangaga ham qo'yib beramizmi aka o'zimiz? Ha, albatta. Ha, garantiyalari bilan birga Xudo xohlasa. Garantiyalar bilan bemalol Biz do'stlar. gaz qo'ydiraman, gaz bilan olaman deganlar ko'pchilik o'zimizdan qo'ydirishyapti. Chunki garantiyasi ichida qoladi-da. Endi buni asosan liniyaga ko'p olishadi. Liniya, bog'cha, turizmga ham olganlar bor, tez yordamga ham olganlar bor. Ha, Asosan o'sha yo'lovchi tashish xizmati uchun ko'proq sotiladi bu model. tushunarli. Boshqa maqsadda ham misol aynan tez yordam deganim uchun ham M7'miz oqini olishgan. Tez yordam sifatida foydalanib yurishibdi hozir kunda. Bir xil mana xohlasa bunaqa rangi bu endi yangicha rangimiz. Bundan oldin kelmagan. Aha. Bu yangiligimiz. Oldin oqimiz bo'lgan. Seriyamiz ham bor edi, u ham sotilib ketdi o'sha. Narxi bir xil aka? Bir xil. Narxida farqi. Narxlari do'stlar bir xil. Shunaqa. Bu ham hozir yonida o'sha ikkita sidinasi bor. Bu mana 9 kishilik ekan mana. Bu 9 kishilik. Aytganimdek, mana yonida ikkita o'rindiqi bo'lmaydi. Mana buni bemalol B kategoriya bilan haydasa bo'ladi. Ha, do'stlar. Avtomashinlarimiz ikkalasi mexanik. Bu ish 6 bosqichli. Ikkilanmasdan bemalol murojaat qilsalar bo'ladi do'stlarim. Eng asosiysi himoya yostiqchasi ham bor ekanda, Sardor aka. Shunaqa airbaglari bor. Rullari elektrosvetel. Gap bo'lishi mumkin Hamma emas narsasi do'stlar. juda ham komfortniy, qulay. Aha. Ana qadrdonlar oqidan desar oqidan, Oqi xolasi. bu so'z. Narxida farq yo'q, rangida ayniqsa. Aha. O'rindiqlar sonida farq qiladimi siz? O'rindiqlar sonida ham farq qilmaydi bizda. Hop. 11 Bunga kishi- endi bosh to'lov necha pul bilan olib ketsa bo'ladi aka? Hop, bosh to'lov chamasi, hop, adashmasam 75-80 million atrofida chiqadi bu. Aha, aha. Eng minimum 25% to'lov bilan hisoblasa, Ana. 75-80 million atrofida chiqadi. Xudo xohlasa, bitta pasport 12 ta viloyat, xohlagan viloyatdan kelib olib ketadi. Misol, haligidek poligonga olib borish degan narsalar yo'q. To'g'ridan-to'g'ri o'zini nomiga chiqadi, shos spravkani olib, viloyatga borib, nomerini taqib yurishaveradi. Tamam, tamam. Bunda 40 ta zaifga tushgan, 40 ta M7 ga. O'sha liniyaga olib ketishga, Qo'qondan tushgan o'sha. Partiya kelishi bilan 40 ta chiqarib yuboramiz. Voy, malades do'stlar. Asosan buni xaridorlari Qo'qon, Vodiy. Shundan hozir Xitoydan kelyaptimi bu aka? Primoy Xitoydan bizga keladi. Primoy Xitoyning O'zi o'zidan do'stlar. butun mana bu yoqda ham mana nima ham ko'rsangiz bo'ladi plakatimizda. Globalniy bu butun dunyoda bor. Oho. Brend. Bu yerda asosiylari ko'rsatilgan Italiya, Rossiya, mana Chongqing China. Mana bu joydan chiqadi o'zi mashina. Eng glamnisi. Chongqing China degan joydan chiqadi. Chongqing Bu China. Vyetnamda ham bor, Singapur mana belgilar turibdi-yu. Mana shu belgilarning hammasida bor. Bu degani mana butun dunyoda bor degani. Voy, mana. Butun dunyo bo'yicha bizning brendimiz bor. Shenray brendi. O'zbekistonda ham xuddi shunaqa mana bu yoqda ham xohlagan mana viloyatida. Qoraqalpoq, Nukus, Jizzax, Qashqadaryo hamma viloyatda bor. Bu degani o'sha butun O'zbekiston, butun dunyoda bizning brendlarimiz bor. O'sha men misol ko'rsatdim hozir men davlatlarni. Shu davlatlarning orasidagi rasmiy dileri biz O'zbekiston bo'yicha. Misol Rossiyaga boradigan bo'lsangiz, misol Italiyaga borsangiz, Italiyada ham 4 ta 5 ta filial bo'lishi mumkin. O'zbekistonda bizdagi o'zimiz davlatimizdagi rasmiy birinchi qo'l diler biz hisoblanamiz. Bizga to'g'ridan-to'g'ri keladi, keyin biz tarqatamiz. Rasxod qanaqa aka bu mashinani? Rasxodi odamsiz 6-7 litr, odami bilan birga yuk polniy salon bilan 10-11 litrgacha rasxod qiladi. Ekonomik. Gap so'z yo'q do'stlar, bemalol murojaat. Buni plyusi motori sidinada emas. Oldida. Oldida bo'ladi, ha, oldida bo'ladi. Ko'rsatib qo'yaylik bitta. Mayli farqi oldida. Ko'rsatib o'tamiz. Gap isboti bilan do'stlarim hozir bir qator sizlarga ko'rsatamiz. Mana akalar motorlarimiz. Oldida joylashgan. Konditsioner do'stlar, Shunaqa. Endi bu motorlari. 1.5 115 ta ot kuchi deymiz. Ha? Shunaqa bo'lib kirgan. Lekin bu usilinga qilingan. Yo'q, Ha. Shunaqa. ABS'lari bor mana. Akkumulyatorlarni ham hatto qarang. SVM, Shenray, SRM и Varta. Bu Vartani Google'ga yozsa qanaqa kuchli brendligini biladi. Bu aviatsiya sohasida ham именно shu firmadan akkumulyator chiqadi. Gap yo'q. Xullas kelib ko'rish kerak, ming marta eshitgandan ko'ra. Shunaqa. Ikkilanmasdan telefon qilaverasizlar. Manzilimizni bitta tushuntirib qo'ying endi aka. Manzilimiz Toshkent shahar, Sergeli massivi 1. Ipodromdan keyaverish, Qo'yliqqa qarab ketaverish, Qo'yliq mostiga
Sergeli moshina bozor orqa tarafida yo'l yuzida betongada joylashgan. Shinaraj Sarvar Nafsalon. Kelishaveradi, xudo xolasa, chiroyli narxlarda xalqimizga chiqarib beramiz. Aka, ma'lumotlar uchun katta rahmat. Sizlarga Mahmudjon Aliyev rahmat. kanalidan siz cho'tki qilib berasiz narxni. Albatta, xudo xolasa kelsa, o'zlari bilan birga mijoz olib kelsa agar mabodo o'sha mashinasini, o'sha mijoz olib kelganning hisobiga mashinasini, moyini, filtrini tekinga almashtirib beramiz. Tamom, do'stlar, Nafsalon nomidan. Gap yo'q. Like bosib, kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Bosinglar, rahmat hammaga.